Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun keyfe kâne bed'ul vahyi ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Mene bu bir babdır. Qandaq bolğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge vahiyniki başlanışı mene qandaq bolğan men muşununki üstüdeki kelime bab deydim. Şimdi aldığı dersimizde Kitab-ı Bed'il Vahyi degan muşununki üstüde to'xtalgan tok, yani şu 100 dana kitap varken, yani çoğun hacmilik, çoğun mezmunluk, mezmunni her xil mezmun o'z ichiga olgan kitap. Shuniki birinchisi bo'lgan Kitab-ı Bed'il Vahyi. Vahiyniki başlanış ahvoli qanday bo'lgan deb shuniki ustida to'xtaldik. Endi bu kitapning ichida bir qancha bab bor. Yani kitapta Sahih Buxoriyda bu kitapniki umumisi 3918 tane etrafında bab bor. Hem de her bir babniki, yani aldığı dersimiz degandek, her bir babniki şundaq ayrım bir mevzu koydu, yani tercümetul bab deb atıldı. Yani her bir babniki mevzusi, temisi şundaq koyduğun gep. Hem de şununki birinci bab bolğan bab keyfe kâne bed'ul vahyi ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem degan men muşu babni okuymiz hazır. Hem de bab. Bu babın esi bunu okuşta bir qancha xil okuş şekli varken bunu okuşta nima uchun unda deymiz dese, çünkü bu kitapni yozgan adam İmam-ı Buxoriy rahmetullahi alayhi bo'lgandan keyin İmam-ı Buxoriy rahmetullahi alayhi'den algan adam 90 ming yoki 100 ming etrafında adamlar yüzü bivasita aldıda oturup o'qitgan. Yani o'qigandan keyin endi shu yerga oldida asosan o'zi kitap yok, yani kitap yok, yani og'izdan quloqdan anglabla qilgan gap. Shu vaqtning o'zida endi bu yerga bir qancha nusx var, yani 19 tane etrafında nusx var dedik. Endi shuningda o'qib endi buningda yeni birisi anladıkin bu yedisiniki bir alaylık var. Yani bu İslam dininiki, yani dinimizin bir alaylık. Yani dini bir malumatniki üzerine ağa adamniki üzü cezmen kimdin ağallığını, o adam kimdin ağallığını ve onu kimdin ağallığını ibaret olan benim muşunu okuşçu gerek. Biz bunu ne deyimiz, onu senet deyimiz. Çünkü İslam dinimiz başka ilimlerine okşaş, her bir adamınki tefekkür ve aklını işletiş arkalık vücut kelgan ilimçi emas. Bu kimden keldi? Yani zincir sıman muşundaq arkalık, yani zincir sıman uzalgan halette aşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok keldi. Yani şunu tutuşudu. Tutaşkandikin bunu ne deydi, onu teselsul, yani senet, yani isnat deydi. Biz hem de bu dinninki üzerine Allah Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam düşügendikin, şu düşügen aşu itibarı bilen aşu Muhammed Aleyhisselam Cibril Allah Teala'nın muşundaq zenciman en başta Allah için yetidiğin gibi. Yani bu dinninki üzerine hiç kadar bir adamniki tefekkürün, ya ki aklını işletiş arkalık kelgen, ya ki tecrübeden ötken, mene bunda bir işçi emas. Yani maddi dünyanınki üzerinde mevcut olan dünyanın tecrübe eliş arkalık fikir ve onun netice, diğerinde xulasa, diğerinde onda bir, yani tatkik, onda nima qilish arkalık, bunda xulasa çıkardığı bir mefkur emas. Bu nima o? Bu mefkur emas. Mefkur bo'lmagandan keyin buniki kelişi qandaqki Allah Taala qolgan mavjudotlarniki o'zini qanday yaratgan bo'lsa, mesela quyosh, oy, osmon jismlari, dengiz, shu yer shari, oy,
şu degendek onun başka bütkül mevcudatın hemisi Allah yaratkan degendek. Bununki esi yaratılış. Mene onunki ne vardı Allah'ı tutuşudu. Yani Allah'ınki bu. Allah kıldı. Anlamadıkken Allah kan boğandaki bu dinliki üzümü. Allah Teala şu kainat, şu insanların yaratıp men şulaniki üzümü doğru bir yolda mansub dep Allah Teala'da kelgen nime o din. Bunu hiç kadar vaktimizde bir İslam dinimizdeki alayeti bu. Şundak semavi din deyimiz. Mesela asma tarafta düşken, özgürlük ketmegen mesela Yahudi, Hristiyan din ve onun da başka peygamberlerge düşürgen dinlarınki hemisi yani İslam din. Hemisi Allah'da bir vasıta kelgen çok din. Allah'da bir vasıta kelgen boğandaki bu kalan mahlukatlar oxşaş. Yani Allah'ınki nimisi oğamalı, dini oğamalı. Bunuğa kandakken bir adamın üzü mene quyosh yoki oy yoki boshqa mahluqotlarni mene ishlatish orqali buni tafakkur qilib men mandaq bir yasayman deb odamning kuchi yetmagandek endi bundan xam material nemiz hamni qilsa uni hozirgi dunyoda ham yasab har xil narsani qismi uniki asl manbaasi shu insonlarniki Alloh taolo qo'ygan manfaatlasin deb qo'ygan shu koinotniki ichida bor narsani bir hüner işliş arka bunu icat kılıp yani koraştırıp yasap mesela çıkarmadı. Bu sırtın bir nas kelgeni yok. Kandaki menen quyosh yoki ay yoki yulduz osmonni yoki yer sharni yaratishga bir odamniki unda bir kuchi ham undami qilolmaydi ham undami qilaman demagandek islom dinimizdan iborat bo'lgan mana bu din mushtaq din. Bu dinniki o'zi qolgan dinlarga o'xshash. Masalan qolgan azg'un dinlar var. Mesela Yahudi Hristiyanlarınki dini özgürlük ketken din. Bu dinin özgürlük ketişi Asli Musa Aleyhisselatü Vesselam bilen İsa Aleyhisselatü Vesselam'a düşken vaktimizde aynen hiç kadar bir hata olmay aynen düşken. Bu bir mezgil devamlaşıp onun deyken bu konurgança bu her xil sebep bilen bu dinniki yüzü bu özgürlük kettik. Özgürlük insanlarınki yüzdeki akıllı işletip yoki yüzün menfaatini takış orqali ba'zi tarafni evetish yoki o'zgartirib etishdan iborat bo'lgan bu sababdan adı bu o'zgarib ketgan. Ama undan boshqa dinlarchi, undan boshqa mesela Hindu dini deyli, Budda dini deyli, Şaman, Laman, Mecus dini deyli, her qanday din bunu insanlar yüzdeki tefekkür ve tecrübeye asasen yüzü yaşavatkan muhit, yüzü yaşavatkan coğrafilik orun ve onunki boğusu nemedin yani boğusu ecdadı kelgen aş dinine asasen şu iş asasen bu bizdeki dinimiz hep insanlar yüzü taraftan mene yaratkan yani vücut açıkan mene oydurup yani onu koygan bir neme o din. Hemisi insanlarınki yüzdeki şu ma'lum bir insan bağlı neden bu din bu insanlarda kelgen din. İnsanlarda kelgen din bo'lgandiki bu dinniki o'zi insonniki asli tabiati bu bilmagandiki bu dinniki o'zi insonniki ne axloqiga ne madaniyati hech qanday bir narsaga to'g'ri kelmay mana ularniki dinniki o'zi aqlga ham muvofiq emas ham xato shunda xurafiy asli yo'q aqlniki o'ziga zid kelgan dinlarning o'zini din deb qo'yadi shu u yani shu dinniki o'zida o din deb e'tiqod qiladi hamda bular bu xalq tarafidan insonlar tarafidan bize o'xshash insonlar tarafidan o'ydirib chiqqan din. Ama İslam dini undaq din emas. O din qandaq din? Men butkul koinotni sil bizni bütün hamma narsa yaratgan shu zotniki dini ki bu dinda tarixdan o'tgan bir insonlarniki fikri ya aqli ya tajribasi yoki xulosi ma'nosi bunda qilsak inson manfaat bo'ladi ekan deb munda bir kelgan nima emas bu din emas. Bunun içindeki narsa bilish, o'qish uchun, uni o'qish, bilish, tushunish va tafakkur qilish, aql ishlatishga bu yerga biz nima o mukallaf. Anavadagi bu dinniki o'zini islom dinimizda boshqa dinlarga o'xshamaydigan bir alaylik borki, u nima o sanat deydigan bir nima bor. Endi biz endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki ma 7 kitobini o'qiymiz. Endi Qur'oni Karimniki bizga yetkizchilik bo'lgan orliqda ana Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da sahabelarınki bir qancha yüz min, bir qancha mingi men bevosita anlash orqali anadaki tabi arka yani mutavatir bir şekilde mene zamanımızga keldi endi. Zamanımız keldi. Mesela şu an qarilarınki nemisi var? Benim meşhur 7 tane qari var. Men Qur'oni Kerimni o'qiydigan. Şu meşhur qari var, onun da başka bir qancha qarilar var. Her bir qari
Qarininki nimesi var, onunki teselsul. Şu falanı yetken, fokunu yetken, onunki Ubey ibn Ka'be, ya Abdullah Mesud yetken, onunki Peygamber sallallahu okup diken degan teselsul var. Bu bir mezgillik şunda devam kılıtem eğizin eğizga. Kin anı kitap buluş şekil bilen andikin oturup zamanımız geldi. Bu mu bir nima o? Kur'an'ınki yani teselsul okuş kanda okuş diğerleri bu nimisi olan buludu. Ve onun da başka Kur'an-ı Kerim düşünüş ve nima kılışta biz mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deptiken, sahabe ne deptiken, mufassirlar ne deptiken, katta alimler bu ayet için nima deptiken işte şu tefsirniki berişinki üzerine biz mana ular sahabenin, tabiinin, tabi'in, mufassirlarniki gepini nima qilish orqali biz ham shu adam kitobni o'qiymiz, bizga tasalsullar keladi. Tasalsullar kelgandan keyin biz buni shu o'qiymiz. Endi shu hadis ilminiki o'zi vujud kelishniki oldida ashtaqcha o'qiydi. Mesela manda tafsir qilgan, mana Ibn Mubarak manda qilgan, mani mesela palani alim, mesela İbn Uyeyne mandak degan mufassir meşhur alimlar tabi'in ve sahabenin içinde Abdullah Mesud, Mücahid, İmam Mücahid deganidek benim muşundak Abdullah ibn Abbas bulupman. Benim muşundak qilgan deb muştahni yo'qilib tasalsul oldu. Ma yedisi mi teselsul? Endi İmam Buxoriy rahmetullahi aleyhinki zamanı kelchani teselsul olup bu ravi deymiz yani oturda. Şu raviniki her biri hadisdeki kimdir rivayet qilganligini zat ata-onasi kim o zat nima hemen o'qigan gap. Endi İmam Buxoriy kim? Bu kitap yazgan ve şundan başka yani muhaddis alimler bu kitabı yazgan adamlarniki kitabının üzünümü mana oldida şu bir qancha ming adamlar o'qish orqali ularga yetib kelgan. Ular ne degan xat yazganlar olsa yezib nusqaldigan. Mesela şu Buxoriyniki 19 dedik-mi? 23 yoki 11, 19. Men mushuni anadiki bular nusx şekilde keltirgan. Keltirgandan onun şagirdlari oldu, o o'qigan. Şoňa şu Buxariyning o'qishniki, yani bulupmu hadisniki o'qishniki o'zi. Chunki hadisniki o'zi nima u din. U vahiy. Din bo'lgandan şoňa bu hadisni o'qishda buni tasalsul, yani kimdan o'qidik, qandaq odamdan o'qidik, uni adam o'qimizmi, o'qimaymizmi degan asosda buni nima qilishimiz kerak, uni bilishimiz kerak. Buni o'qishimiz çok kerak. Bunun deydi o tasalsul deydi. Hatta ki katta alimlarning mesela İbn Hacer rahmetullahi aleyh Fethul Bari'deki Mustannevi onun başka Bedruddin Eyni Umdetul Qari degan kitaplarning üzünümü şu adamniki üzlük devrige Buxariyni qandaq kimde o'qigan, kimning oldida berib o'qigan, kim icazet bergan, mushuni hammani yozadi. Endi bizdeki devrimizmi mesela hozirmi ben şu muhim hadis o'qiydigan yani o'zida mesela Arap yerim aralları ve onun başka Mısır, şunudaki şu Pakistan, Hindistan'da da işte teselsul var. Lakin bizdeki rayonumuzda undaq bolmasın. Buxariyni o'qigan vaqt o'zida, onun başka muhaddis hadis kitaplarını o'qigan vaqt o'zida, mesela Tirmizi, Nesai, İmam Müslim deganidek, buningda ustozlarniki o'zi shundaq o'qitdi. Mesela men Buxariyniki o'zi mening atam, yani Ziyapta Amullan deydi kuchada. Ben şu adamni o'qigan, şu adamni o'zi shundaq deb bergan. Yani ucha bek diqqat qilsam shundaq bir yodimda bor. Men bu hadisniki o'zini Buxariyni falan adam. Yani atamniki o'zi Qashqarda o'qigan bo'lgandiki, Qashqardagi shu chog'ning o'zida eng mashhur olimlardan o'qib ekan. O adamniki ismi mesela Abdukerimxon Mahsum ve onun başka Haşim Axun Damollan. Benim muşundaq o'qish orqali analikin Abduqodir Damollan şagirdlari bo'lar. Abduqodir Damollan yetib Abduqodir Damollan'niki o'zi O'rta Osiyoda Abdurazzaq Malvi degan o'sha katta olimda o'qib analikin bu yerdan muşundaq orqali yetgan. Jazman buni biz uni nima qilishimiz kerak, uni o'qishimiz kerak, uni uchun bilishimiz kerak. Bu dinning bir aloyidligi. Mesela başka kişilerniki o'zi tarix bilan yazsa, unda qilib demiş bir adamning gapiga asosan bir kitobni yozib qo'ysa, shuni qarab, "Voy, shu to'g'ri ekan" deb bunday nima qildim, amaliyotga qilamiz deb. Ma islom dininiki shundaq diniy masala bo'lgandiki, buni shu o'tirib qo'ygan adamniki o'zi, ya'ni hadis rivoyat qilgan adamning o'zini biz alohida kimdan olganligimizni, kimdan u qanday adam, men mushunda çok aniq çok bilishimiz çok kerak. Çünkü senet bilen buludu. Yani bu muhim bir iş olan bo'lgandiki, bunu kartta yani
to'g'ri bo'lmagan bir ishlama vujud kelgancha bo'ladi. Masalan, so'plarniki tasalsul, men ani qildim deydigandek, bu ishlarcha bor endi. Ondan olgandan keyin bizniki Buxoriyni o'qishimizniki meni anglab. Chunki buni bilish kerak. Shu omonat bu. Bu san'at degan muhim, bu dinniki eng muhim qismi deb qaraladi. Shu kitobni kimninki o'qibdi, kimniki kitob ekan deblar berib o'qishga bo'lmaydi. Bu nima u? Kitobni o'qidingizmi? Shu kitobni agar saviyangiz rasmiy bir yerga kirib, o'chada oqqani paqadiga bundoq bir mulohaza qilish bo'lgan bo'lsa, o'chada hech qanday chatoq yo'q, uni to'g'ri bir shakl ketaverasiz. Ammo yangi yoki uniga ilm saviya yetmaydigan bundoq bir odam kasb kitob o'qib qo'ysa, shuni anadagi chatoqning yeri aşağıda shu chiqadi. Uning uchun o'qimoqchi bo'lgan kitob kimda o'qidik, mushuni aniq cho'q bilishimiz kerak. Undaq o'yilaqi amaliyotda yo'q, mavhum insonlarniki yilaqi u yerga debdi palani YouTube'da qıptı degandek bir gapniki o'zi endi uni mashhur undaq bo'lsa-mu, lekin biz uniki o'zimiz bir ayrim bir millat, ayrim bir xalq, ayrim bir coğrafiyalik o'rinda yashayotgan bo'lgan ekan, biz buni aniq bilishimiz kerak. Endi birinchi bab deydimdi. Endi babniki asli lug'at ma'nosi bu ajvab, vavi. Buniki jam'isi abwabun deb keladi. Endi bab degan bir darvoza. Endi bu odatda darvozadan kirgan vaqtda uyga kiramiz. Uyga kirgan vaqtda uyning ichida har xil narsa bor. Masalan, darvoza cho'ng bo'ladi, kichik bo'ladi, darvoza deb olsa, biz o'ylaymiz bir qancha uylar, bir qancha yerlar, har xil narsalar cho'p bo'ladi. Ya'ni demak, bir to'sal yani ichidan u kishi kirib chiqadigan bir yani ismini nima ekan u bab deydi. Endi bu yerda bu bir mazmunning o'zini go'yo bir ho'ylniki ichidagi bir uy, bir ho'ylniki bir doira o'yning ichidagi narsa uchun nima qildi? Bu yerda o'xshatdi. Bu yerda bu o'xshatgandan keyin bu yerga isti'ora taxyili bo'lib, uçağımızda ma'un biz ma'naviy narsaning kuchini hissiy narsaga o'xshatgan gap. Hissiy narsa o'xshatgandan keyin chunki nimish qarshi tarafdan har ikkilisida vaji shabahdan iborat bo'lgan, ya'ni bir qancha tur narsa uning ichida bor. U narsaning o'zini biz hissiy narsa o'yning ichidagi narsaga o'xshatgandan keyin bizning aqlimiz muvofiq kelsin deb, mana babdan iborat bo'lgan asl ilm degan aqliy narsa, ma'naviy. Mana shu bab desa, o'ylaman ko'zimiz ko'rgan ma'nosi. Bunga o'xshatdi bu ilmniki o'zini. O'xshatib, aniki mushu shaklda babtab nima qildi, unga qo'ydi. Endi buniki babniki buni i'rob jihatda o'qish jihatda bir qancha xil o'qiydigan bir odat bor ekan. Birisi babu kayfa kana bad'ul vahyi ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb babni muzab, aniki kayfa kana degan bu ismlarniki o'zini aniki muzab ilayhisi deb, yani muzab ilayhisi deb, yani bu cümleniki o'zi uniki fatihda nim bo'ladi, o mana muzafın ilayhisi oldu, babniki o'zi muzab bo'ladi. Muzab bo'lganda buniki i'robi nim bo'ladi. Muzab bo'lgan vaqt o'zida bu jumlaga izof bo'lgandan keyin muzablar bu mufratning hukmida. Anda bu jumlaning bir parchasi, ya'ni bir mubtadoniki bir xabar bo'lgan bo'ladi. Bu mana Peygamber Aleyhisselam'a vahiyniki qandaq başlang'il deydigan bir babdur. Bo'ladi, haza bu yerda nima u? Mahsub. Yoki buni mubtada desak, uniki xabri haza uniki oxirda bo'ladi. Ya'ni Peygamber Aleyhisselam vahiyniki qandaq başlang'ili haqidagi bab men mushudur. Ya'ni hozir o'qimoqchidir degancha bo'ladi. Bu bir o'qish shakli. Endi yana birisi babun deb o'qiydigan bir odat bor ekan. Babun haza babun degan gap. Yani bu bir babtur degan gap bo'ldi. O'chani o'zi mubtadoniki mahsubning xabari bo'ldi. Endi yana birisi bab deb o'qilgan bir odat bor ekan. Endi bab deb o'qishniki o'zi bu nima uchun undan o'qiydi desa, bu babniki o'zi bilan ism mabni. Mana biz nahvida o'qidik. Ism mabniniki o'zi mana yagona sanalgan ismlarning o'zi mabni dedik. Masalan, vahid, isnay, kitob, qalam deb arabcha hammasi ism mabni, sokinlik ustiga ism mabni. Unda o'g'andan keyin bu bab deb o'qsaqmi uchib bo'ladi, bu bir nima bo'lgan. Mana buniki o'zi bir odat. Bu ya'ni bablarniki sanash e'tibori bilan bir qancha 3900
Yani 18 tane baba depmişler. Okuduk. Bu şekilde bab dep okusak mı onun boludu deydim. Şimdi keyfe kana bed'ul vahyi ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi İmam Bukhari yüzündeki kitabındaki üzerine hutbe okuş bilan başlama degan gapniki o'zini oldingi babda dedik. Endi kayf degan nima? Kayf bir holatni bildirgan ism mabnidan iborat bo'lgan bir nima o ism. Shunaqamdi bir holat. Kana badul vahiy. Badiniki gapini oldingi darsimizda dedik ham vahiyniki o'zini ham uni dedik. Ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana bu vahiyga ya kanaga nima mutaalliq bo'lgan bo'ladi. Unda avvalikin qandaq bo'ldi vahiyniki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga boshlanishi. Bu yerda nima uchun badi deydi? Nima uchun badi deydi desa, chunki bu badiniki o'zi boshlash, vahiyniki boshlash uchun ustida gap emas. Vahiyga aloqador bo'lgan qandaq keldi, qaysi holat keldi deganidek mushu mazmuni umum yuzlik nima qildi ekan? Buning mazmunini so'zlaydi bu babda. Fakat vahiylik başlaşı olan Gari Hira'daki o nesçu emas. Gari Hira'daki o nesçu üstüde hemen onu okumaydı onu böyle o mubba. Böyle boğadaki bu yerdeki bediş fakat bu bir has o emas bu am mensi işletip yani vahiyniki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şu başlayışın tatip yani bununla alakadar olan yani Peygamber Aleyhisselam kandak oldu vahiyniki kandak vakti geldi qandaq vaqt deyildi degan mushu umumiy ahvolni ham meni ko'rsatib bu yerda nima degan gap Imom Buxoriy bad'iy degan gapni ishlatgan gap. Endi bad'iy yani vahiyniki payg'ambarga boshlanishi. Boshlanishi degani faqat boshlanishi mesela G'ori Hirada mushtaq men ibodat qildim, tahannus, undan Jibril alayhisalom keldi, meni o'qidi, chiqdi, shu gapni to'xtasa bo'ldi. Lekin bunga aloqador bo'lgan nima bu yerda mazmunlar çok bor. Bu yerda badiiy demek yani o'zi lug'at bilan xos bo'lsinmi, lekin buning umumiy jihatdan yani vahiyniki payg'ambarga vujud kelishninki ahvoli qandoq vujud kelgan bu mu bo'ladi? Chunki boshlash bo'lganiki vujud kelgan bo'ladi. Biz buni nima qilsak bo'ladi? Iroda qilsak, u chog'ni o'zidan bu cho'p bo'ladi endi. Endi va qavlillahi jalla zikruhu İnna ahayna ileyke kema ahayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'di deylemdi. Ve Allah Teala'nınki sözdeki babıdır. Uçağınızda ve kavlillahi desek uçağınızda keype yenimi o etfi olan buludu. Uçağınızda etfi olan diken matupun aleyhinik hükmüde olan diken a keypenin beşeri babaya yani babba muzab. Onda olsa kavlinki beşeri babba deyimiz takdiren. Şunun için kavli dep nima okuymiz onu zirçu okuymiz. Endi ma'tuf bo'lgan qavlulloh degan ma'tuf bo'lgan bo'ldi. Ma'tufun alay nima? Kaypa bo'lgan bo'ldi. Kaypiniki asl muzofin ilay bo'lganlikin babninki u nima bo'ldi? Zir bo'lgan bo'ldi. Mahalli zir. Shuning uchun qavlni nima okuymiz uni zirçu okuymiz. Mana Alloh taolaniki yani ali yo'lda u zotniki zikri. Yani o azatın gibi ali olan zatniki sözdeki nimsidir o babıdır ki yani inna ahayna. Allah Teala'nın inna ahayna ileyke kema ahayna ila Nuhin ve nebiyyin ba'di diyen Allah'ın sözdeki nimsidir o babıdır değil. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiyniki qandaq vücut kelganliginiki üstü to'xtagan bab bo'lgan ekan asli bunun üstüdeki ayet ekesi oldu. Lekin İmam Buxoriy rahmetullah aleyh am bo'lgan bir oyatni nima qildi? Keltirdi. Bu yerda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy qilishniki o'zi qandaqki insonlar meni o'ylab qolgandek bu zot xos olmasdan ilgaki peygamberlar o'tgan ilgaki peygamberlarga Alloh taolo nima qilgan? Vahiy qilgan. Buni bilib qo'yinglar. Buni bilib qo'yinglar ekan, sizlar e'tiqod qilgan, hey Yahudi xristianlar, sizniki mana İsa hemmisiga zodi Nuh alayhissalom, İbrahim hemmi ishini bular. Shuningdek Musa va Isoga Alloh taolo qandoq vahiy qilgan bo'lsa, payg'ambar Muhammad alayhissalom ishda vahiy qildi. Bu vahiy qilishga o'xshash.
Siz onu nima qildinglar? İmançı etdinglar. İman etgandan keyin men u vahiy qilish orqali Alloh taoloniki payg'ambar bo'lgandan keyin voy Allohning payg'ambari deb iymon etgandan keyin anda bo'lgandan keyin hey Yahudi Nasoralar men mushu payg'ambar samga shu vahiy qilishni iborat o ishni shu qilgan. Anda bo'lgandan payg'ambar alayhisolamga nima qilinglar? Muhammad alayhisolamga vahiy shu qilinglar. Men bu vahiyniki boshlanishi Muhammed Aleyhisselam bilan vücudga kelishi Muhammed Aleyhisselam bilan yeni bir paydo bo'lgan ish shu emas. Mana tarixda bu yan Alloh taolo payg'ambarlarga evatgan payg'ambarlarga o'ziniki vahiy qilishni men tushungan bir ish qadimiy Allohniki bir qonuniyati bu deydimdi. Ondan keyin unda o'xshash o'g'adiki bu tarafda nima qilinglar? Siz bu payg'ambarga iymonchi etinglar. degan nima bo'lgan bo'ladi? Mazmunda ham bo'lgan bo'ladi. Andavandagi payg'ambarga vahiy qilishning o'zi bir yeni bir masala olmasdan ilgaki payg'ambarlarga Alloh taoloning payg'ambar vahiy qilish orqali evatgan bir ishi. Shu bu bobni nima qiladi? Keltirdi. Badiylar başlış emas, başlış o şahdı tartib bu payg'ambar bu işi tartib şu nima qilgan evatgan. Cazmen biz sana Muhammed aleyhissalatu vesselam vahiy qildik. Vahiy qilib ana başdan tartib iqrodan boshlab ta tugagangacha biz vahiy chu nima qildik? Vahiy qilib shundaq meni maxfiy, meni vahiyning ma'nosini bildik qani. Mana vahiyniki o'zi kelgan vaqtimiz payg'ambar sallamga mana bu atrofdagi inson hech o'qimaydi. Ammo uning alomatini o'qitdi. Şu maxfiy gap qilish dedik, ishorat dedik, uniki har xil ma'nosi shu dedik hamdi. Ya'ni maxfiy. Unda vaqtiki sana biz vahiy qildik. Qandaqki biz Nuhqa nima qilgandak vahiy qilgandak. Nuh alayhisalom qandaq bir vahiy qilgan bo'lsak, shu vahiyniki o'zini biz sangmicho qildik. Va Nuh aleyhisselam'dan keyingi payg'ambarlarga nima qildik? Vahiychi qildik. Shu vahiy qilgandek sangmi nima qildik? Vahiy qildik deb Alloh taolo mushtaqchu dedi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vahiyniki o'zi bu nima emaskan? Bu yeni bir masalachu emaskan. Endi bu yerda bu oyatdagi o'zida Nuh aleyhisselam'a vahiy qildik dedi. Endi Nuh aleyhisselam Abul Bashar Sani, yani insonniki butkul insoniyatning ikkinchi bo'g'isi deb qaraladi. Chunki Alloh taolo Nuh aleyhisselamniki zamonida mana bu insonlar jahil kafir bo'lgandan keyin Nuh aleyhisselam o'zining qavmida 950 yil da'vat qismi nəhayət az bir insonlar buni ijobat qilgan. İcabət qilgandan keyin Alloh buniki o'ziniki taqdirlar anadiki bu insonlarni yo'q qilish mana vazifani ishni cho'q qilgan. Qaldiki faqat Nuh aleyhisselam'niki o'zi, ayoli, undan boshqa 3 tane ya 4 tane o 3 bir oğlunu zaten o g'arqdan ya da g'arq bo'lib ketdi. 3 tane o'g'liniki o'zidan bu yerda nima qilgan? Buni men kemik selish va undan boshqa bütün canlılarning har bir jupni qilish orqali bu yerda nima qilgan? Kemik shu sep u yerda u g'arqchi bo'lmagan. Endi insonlarniki hozirgi insonlarniki ko'pinchisi deylamdi. Shuningdek Nuh hammasi Nuh aleyhisselam'niki 3 tane oğlunun vücut kelgan. Yani Nuh aleyhisselam'ın vücudga kelgan. Şu an Nuh aleyhisselam'ın ikkinchi nima deymiz uning mana baba, yani ikkinchi ata deymiz. Birisi kim o? Adem aleyhisselam. Unda Adem aleyhisselamga nima qilgan? Bu gapni demaydi. Nima uchun Nuhni deydi desa? Chunki Adem aleyhisselamga vahiyning o'zi Alloh taoloning bu yerda amr takvini. Amr takvini degan bütün mevcudat meni aleminiki özünün qandaq bunu yeniden işlerini qilish. Mesela Allah Teala Adem Aleyhisselam'a buğdayniki urug'ini akeldi. Mandaq teriysen, andaq qilsan, mandaq qilsan deb o'rgatdi. Bu amr takvini. Mesela mayad Ayşe oldu, mayad şu may yağmur yağdı, aqıldı, maqıl deb hamma shu moddiy narsaniki o'ziga uni belki etkendiği için uçağımızda bu emir tekvini. Emir tekvini oldu. Ama Nuh Aleyhisselam'ın kelgan vaqti o'zida Nuh Aleyhisselam'niki o'zi mana o zamanda uch tugab hammasi dunyoning hammasi yartilib uçağımızda nima ish qilgan moddan tatib hammasi qilib tushib Alloh aşta bekitib qo'ygandan keyin buni Adem Aleyhisselamga anadiki mani mandaq terisiz, man andaq qilsiz, Adem o'lsa masalan Qabil o'ltirib oladigan mani mandaq ko'misiz deganidek Nuh Aleyhisselam Adem Aleyhisselam bo'lmasa, mani bo'lsa men mushundaq qilish orqali shu bu vahiychi bo'lgan.
Meni şu öğütüş arkalık. Uçanın özüden bu yana halal haram degendek nersim uçanın özüde yana bek önemi yoktu hem Adem azdı. Ana oğanıkin bu Nuh Aleyhisselam zamanı ki Adem'ler cık oğanıkin şu uçanın özüde andaki resmi davetinin özü vücut çıkıp uçanın özüden bu Nuh Aleyhisselam'daki zamanı ki vaxtında meni küfürden ibaret olan. Meni Adem Aleyhisselam'daki şu Kabil'deki 7. evladını başlayıp resmi sulalısına badab küfür şuça vücut gelgen deydemdi. Anladık Allah Teala bu yerda halal haramdan, hata emasdan, to'g'ri emasdan iborat olan ve imanlıki qanday ekan iborat olan. Men bu ahkam meselesining o'zida, e'tiqodiy meselesining o'zida nima qilish bu yerda Allah Nuh Aleyhisselam'a nima deymiz ular vahiy qilgan. Shu bu e'tibor bilan birinchi bu bo'ladi bo'lmaydi deb nima qilishniki o'zi Nuh Aleyhisselam bo'lgan. Shu bu yerda Allah Adem Aleyhisselam demasligi o'zi uchun musho deb nima qilamiz uni da deymiz endi. Endi Nuh Aleyhisselam'niki vahiy qilishda birinchi payg'ambar bo'lgan xalqqa, ya'ni payg'ambar, rasul degan bir shariat epkaga odamning birinchisi kim bo'lsa, zodi Nuh Aleyhisselam. Bundaqcha bo'lgan. Endi yetishib kelsak, haddasana Humaydiyo Abdullah ibn Zubayr dedik. Birinchi yedisini okuduk. Hazır endi tövmün yedisini tehra olmagan. Meni tehra bilan 7397, yani 95 ya 7200 etrafında ixtilaf var zadi muhaddis alimlarınki o'ttirsida. Endi biz endi bu yerda şu kitapning o'zida haddasana deb bo'ldi. Bu yerda biz anladiki qala haddasana deb o'qish odati bor. Buni shu o'qishimiz kerak. Chunki Yedis bayon qilib bizga aytsak, Umaydi desek, o Umaydininki yaşagan davriniki o'zi 1200 yil oldidan. Unda bizga Yedis bayon qilib biz huzurda bo'ldikmi? Yo'q. Unda o'g'andikin bu yerda qala deymiz, dedi İmam Buxoriy deb u yerda taqdir qilib o'qish bir odat. Buni o'qishimiz kerak, bir xil odat bo'ladi. Unda o'g'andikin dedi İmam Buxoriy Yedis bayon qilib bizlarga Umaydi. Mana bu shu İmam Buxoriyni tatib adım şeydis deydi. Mana şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki meni şu arlıq kelişi olan kişilerninki özü nima bu ravi. Hem şu kişilerin özünün bu gapni gapni bunda yötkeş ravi degan şu, yötkedi degan gap. Endi yötkeş itibarla ravi deymiz. Onun jamisi ruvat yoki ruvat deb keladi. Uni andaki sanat deymiz. Sanat. Sanat degani nima? Sanatiga tayandı degan gap. Yani İmam Buxoriy ma gapni deyishda men mush kishilarga tayinib turib, mana o'zining ustozi bo'lgan Umaydi tayandı. Umaydi bo'lsa Sufyan Uyayni tayandı. Men tayinib mening ustozi mani dedi, mani deb apir payg'ambar sallam nima qildi? Buni yo'lidi degan gap. Yo'langan degan gap bo'ldi. Yeni bir san islat deb keldi. Islat deb kelsa bu sanada yasnidon bu sulas mücerret aslida yusi nima qildi? Buni tayandı deydi. Yani ma'idisining o'zini ma kishilarga nima qildi? Tayandırib, yani yo'lab şunu apırıp anladaki ma'ada mandak dedi degan ne bo'ladi? Kişi bo'ladi. Endi İmam Buxoriy bilan mana İmam Buxoriyninki o'zi mana tug'ilishniki o'zi hijriyniki 194-yil tug'ilgandan keyin 96-yilman tug'ilgandan keyin bu odam bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamning vafot bo'lishniki oralig'i 180 necha 7 yilcha bu. Men shu oralig'da aslida İmam Buxoriyniki shu Peygamber sallam bilan şu İmam Buxoriyning oralig'idagi kishi asli 3 odam bo'lsa, bu eng muvofiq, yani 3-avlod. Bo'lsa muvofiq kelgan bo'ladi. Chunki İmam Buxoriy 196-yil tug'ilgandan keyin men mushta qilsak, Peygamber sallam hijratniki 10-yili vafot bo'lgan bo'ldi. Ya'ni demak Peygamber aleyhissalatu vesselam ölüp gitip 180 neçə yıldan keyin anladı ki ne bo'ldi 87 86-yil üçün nima qildi? Nima İmam Buxoriy tug'ildi. Tug'ilgandan keyin anladı ki bu oraliqda mudaq nima qilsak, mana bu 60-70 yildan ömür ko'rdi desek 3 avlod bo'ladi. 3 avlod bo'lgan vaqtimizda şu an bunda rivoyat qilinsa bu Bakseyi. Bakseyi bo'ladi. Bakseyi bo'lgandan keyin şu an bu Sulasiyatul Buxoriy deydigan bir hadis var. Buxoriyning umumisi qan Sulasiyatul Buxoriy degan İmam Buxoriyniki 3
avlod orqali rasmiy to'g'ri bir shaklda qilgan bir hadislar. Bu 10 necha, 17-18 atrofida az. Bu eng mo'tabar deb qaraladi. Endi shundoq bo'lsa-mu, Imom Buxoriy bu sanad e'tiboridan bu 3 to'xtab qolmay 5, 6 men shundoq nima qiladi? Rivoyat qiladi. Chunki bu hadisni anglagan odamning o'zi payg'ambar sahab anglaydi, undan tabiin anglaydi. Tabiin anglagandan keyin uniki tabiiy tabiinlik mudahla anglab qolishi unda bo'lmaydi. Undan shu tabiin bir odam anglaydi, u shu odamning zamonida u tabiiy tabiin emas, shundoq yani shundoq 2 yo 3 minutda aynib kelib anadagi payg'ambar sahabiga tutishib boshqa çok qilgan gap. Shu sanatniki shundoq 4, 5 aynı zamandaki üzere bir devrinizde 2 tabiin, yoki 2 tabiiy tabiin, yoki olmaydi 3 shundoq bo'lib qolishiniki sababi shu, meni shu bo'lgan bo'ladi. Unda ondan keyin mana biz bu yerda nima deydigan bo'ldik? Qala deydigan bo'ldik. Hadis bayon qildi bizga Al-Humaydi deydi. İmam Buxoriy hadisni qo'yishda ajoyib bir hikmat bilan qo'yuqliq. Sanatniki o'zini ajoyib nima bilan Maşadaki İmam Humaydi degan olimniki o'zi asli Makkilik adam ekan. Asli Makkilik adam bo'ladi. Ya'ni bu Abdullah ibn Zubayr ibn İsa deb ataladi bu adamniki o'zini. Mana bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bilan nasab jihatda Qusi deydigan bo'g'izlar tutish ekan. Endi bu yerda payg'ambar bu İmam Buxoriy shu birinchi hadisdagi o'zini mana Humaydini akirishi demak hadisi bana yetib kelishlik o'zi Makkadan kelgan. Chunki payg'ambar Makkada tug'ilgan, shu Makkada kelgan e'tiborla musha keldi deb anadikin bu odamniki o'zi Sufyan ibn Uyayna degan. Men bu odam nima uni qildi? Bu odamning o'zi nima? Uni Makkalik. Uni Makkada tug'ilib cho'g'ilgan odamniki o'zi shu Makki deb ataladi. Ammo tug'ilishi Kufada Yusuf yetilişi Kufa'da bo'lib ekan. Ammo bo'g'isi Makkadan kelgan odam ekan. Endi Yahya ibn Said desa, bu Yahya ibn Saidniki o'zimi bu tabiinlik qatorida bo'lib, bu shu katta kishiniki qatoridan, ya'ni demak bu yerda tabiindan ikkisi. Bu yerda Yahya ibn Said bu yerda xabar berdi Muhammad İbrahim Taymi degan odamning o'zi 2 dona tabiin. Men shunday qilish orqali bu unidagi Madinalik odamlar bular. Madinalik Makkadan ana sanatim Makkalik ikkini akeladi. Unidagi Madina, unidagi o'zi yashayotgan ya Kufa yoki Iroqda ya Basrada yashgan. Men shunday qilgan. Shu o'zi bu odamning elishi, ya'ni chunki vahiyniki o'zi kimga tushgan? Payg'ambar tushgan. Ya'ni demak ma'yisiki o'zimi birinchi bo'lib mustaqim qontiman yetgandi deb men mustaqim qilgan çok gap bo'lgan bo'ladi. Endi yerisiki bir nemisi var. Birisi haddasana deydi. Yeni birisi axbarana deydi va anba'ana deydigan gap var. Yeni birisi andikin an ibn Uyayna va an deb qilgan mushtaq bir odat çok var. Bunun da asasen haddasana degan vaqtimizda İmam Buxoriy meni aldigi darsimizda dedik. İmam Buxoriyniki o'zi hadisniki o'zini mana bizga hadisni Al-Humaydi degan olim qilib berdi. Dedi bu Humaydi bizga hadisi Sufyan hadis bayon qilib berdi degan keyin Humaydi bilan Sufyanniki zamoni bir bo'lib, u chon o'zida ikkisi rasmiy uchqishib, rasmiy bir so'rida bo'lish kerak. Anadagi bu hadis uchun İmam Buxoriy hisob qiladi. Bunda qiladi. Ammo İmam Muslim ikkisi bir zamonda bo'lsa bo'ladi. Unda uchqishib bir yer kelmasin bo'lib shart emas. Shunga İmam Buxoriyniki hadislarindagi qolgan hadis kitoblarning o'zida eng katta bo'lishligi sababi meni mushundi. Mushtaq bo'ldi. Endi haddasana degan hadis bayon biz oyatda deganimizda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhidan mana bir so'rin, yani bir qatimla deydi 90 ming, 100 ming atrofida. Ya'ni umumiylik ashtaq shogirdlar var degan gap. Endi bu odamniki ustozi Humaydi mana shu hadis bayon qilib beribdi, so'zlabdi madris yoki masjidda bu odam bir mingi odam bor ekan. Odam bo'lgan shu vaqt o'zida Humaydi men Sufyandan angladim. Sufyan bo'lsa kimdan angladim? Mana Yahya ibn Saiddan angladim. Yahya ibn Said bo'lsa Muhammad İbrahim Al-Qamat ibn Waqqas. Men bu Ömür ibn Xattobni anglab ekan deb ashtaqchi deydigan gap. Degandan keyin men bu e'tiborlarni nima bo'ladi bu?
Meni bu itibar bilan meni bu haddasana yani bizga degani shu. Uca ba'zilar yana haddasani ya akhbarani deydi. Uca ayrim berib İmam Buxoriy ko'rishib ayrimlik qilib berganning o'zi bu akhbarani deb hisoblanadi. Endi anan yani İmam Buxoriy deydiki bu elsi bana palani yetisi qilib berdi. O pukuni din rivayet qilib berdi. Bu pukuni rivayet qilib berdi deydi. Endi bu elsinki haddasana akhbarana degan bilan mana an-andin rivayet qilgan mushundaq yedisiniki ikkisiniki darisi qandoq desa haddasana degan eng yaxshi deydi. Chunki haddasana yuzda mana bevosita deb berdi degan gap. O an ibn Suay nima an ibn Uyayna ya qo'ydi an alqamada vaqqas deb mundaq kelgan bo'lsa, anidan odam deydimdi. Yüzü oldidagi ustoz ikkinchi derecede yuqori turadigan ma'noda qilibdikan deydi. Qilgandan zodi ishonchlik odam chataq yo'q. Lekin madamni ma'ni qilgan vaqtda ya bir deb beribdimi yoki mundaq ya qalamida birga yozib qo'ymoq u yerdan epdimi bu nima u deganda ma'lum emas. Shuning uchun haddasana akhbarana deb men mushundaq nima qilishi mushundaq deyishniki o'zicha rivoyat qilindi. Masalan xabar berdi bizlarga hadis bayon qilib berdi, andikin anidi. Andikin ma'ning din degan to'rt xil bir shaklda hadisni nima qildi İmam Buxoriy mushtacha rivoyat qildi. Endi dedi Al-Humaydi degan adam hadis bayon qilib berdi bizlarga Sufyan. Bu yerda Sufyan ibn Uyayn degan adam. Ya Sufyan Savri emas. Yani mutlaq kelsa Sufyan ibn Uyayna degan bu mujtahid olimlarni maqsadchi qildi ekan biz endi. Endi bu odamni dedi, hadis bayon qilib berdi bizlarga yana. Haddasana hammasida. Hadis bayon qilib berdi bu odam bizga Yahya ibn Said al-Ansari deydi. Mana Yahya ibn Said al-Ansari degan odam hadis bayon qilib berdi deydi. Dedi bu Yahya xabar verdi bana. Anan yo'q. Xabar verdi bana Muhammed ibn İbrahim Taymi. Şunda debki cezben meni bu Muhammed ibn İbrahim anladı. Kimden? Al-Qamat ibn Vaqqas al-Laysi'den. Deydi bu adam. Anladım ben Ömer ibn Hattab dedi. Demek men muşu senetin içinde meni haddasana boğan boldu, haddasana boğan boldu. Akhbarani o boğan boldu. Es-sema'a men üç boğan boldu. 3 tane asas boğan boldu. En yok manında. Joma ayetindeki birinci derecede keltirişi ana o adamın kubbili konuşu, onunki Medine'lik konuşu, Arabi'lik üzerindeki mesela bu işi bir Allah'ıydı nime bu bir nime bu maharet. Şu ama İmam Buxoriy kitabındaki üzerine şer'ilige adam bakçık. Hayran kaldığın gibi. Böyle deydi bu El-Qamat ibn Vaqqas anladım ben Ömer ibn Hattab radıyallahu ta'ala anhu'dan ne kıldım deydi ben anladım deb men müştahnim qildi deydi endi deydi Ömer Hattab radıyallahu ta'ala anhu'dan anladım men minberning üstüden alal minberi cari mecrur mutlaq mahsub bo'ldi. Yani anladım men Ömer ibn Hattab radıyallahu ta'ala anhu'dan ki boğuç boğan halatda o minberning üstüden. Minberning üstüdeki boğan halatda men nima qildim? O Ömer'den anladım deyen gap. Çünkü Allah men jar mecrur oldu onu mutlaq mahsub ki yani kainen. Yani minberniki üstüde boğan halatda men anladım. Yani İmam Ömer ibn Hattab nima deydi? Aşı minberning üstüde buptikan deyen gap. Bu adamda bu gapni nemişqa deydi bu uş gap olmaz bunu büyük kim çıkamaymiz zade. Bu gapni deyishniki o'zi chunki men anlagan gapniki qandaq anlaganligini nima qilish unuga haq ishontirish. Ya'ni men gapni qandaq holati degan bo'lsa men uni unutilib qolmadim. Men shunda bir voqea bo'lgan. Unda o shu voqeani o'zida men gapni degan, bu odam rasman unutilib qolmabdi degan cho'q gap bo'ladi. Buning uchun qo'ygan gap buni deydigan gap. Endi bu imom bu Ömer Hattab radhiyallohu ta'ala anhu deydi ki nima deydi? Anladım men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ben anladım deydi. Endi bu yerda endi ba'zi bir rivoyatda mushu gapniki o'zini imom Ömer ibn Hattab Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan mana
minberning ustida degan vaqtniki o'zida anılğan degan boshqa bir rivoyatlar mubokin. Yani manada o muxtasar hamdi. Yani Peygamber sallamdan anlaptı. Peygamber sallamdan anılğandaki bu gapni Peygamber sallam qandaq vaqt dedi. Yoki mushundaq minberning ustida dedimi, yo boshqa bir dedimi, adamlarning al jamiyatu nima jamiyatun ala salat deb bunda qishirga vaqt to'plab dedimi, qaysi bir vaqa bo'lgan vaqti dedi bu ma'lum emas. Endi bu yerda bir nima bor? Mushu Qur'oni Karimda tushunishniki o'zida biz sababi nuzul degan bir ilm bor. Yani her bir ayet, yani ko'pincha oyatniki tushishniki sababi bir sabab bo'ladi. Mana shu sababni men o'qish orqali Qur'oni Karimni rasmiy to'g'ri bir shaklda nima qilamiz, uni tushunamiz. Ko'pincha oyatlarda mushu sababi nuzul, asbabi nuzul bu bo'ladi. Zaten bunun ayrı bir ilim var, fen var. Onu zaten aşağı okudu ama yedisi kelgan vaqtdagi o'zida shunda bir sabab hadis yo'qkan. Bunda bir fen chiqmabdi ekan. Uni da faqat shu hijratniki 3-4 asrda bir olim, mushu to'g'ri bir mashhur olim bor. Shu olimniki o'zi mushu to'g'ri bir kitob yozibdi ekan. Bir dona bir kitobni yozibdi ekan. Har bir hadisdagi payg'ambar qanday vaqt dedi. Qaysi ish yuz bergan vaqt dedi. Neymiş bo'lgan vaqt dedi deb, o'sha bir nima qilib yozib ekan. Uniki o'zi taraqqiy qilmabdi ekan. Endi yedisi bir kamchilik yeri hozir deydi olimlarniki mushuni bir ratlab chiqsa bu obdan bo'l. Chunki yedisi tushunish masalasi. Chunki yedisi tushunish masalasiga o'zida bu sababni bilmasa o'chan o'zida hammasi mushtaq o'xshaydi. Hozirgi davrda bir kitobni o'qisa bismillah deb shu tugagan qadar undaq emas. Peygamber bu hadislik özüde men hammamiz ma'lum 23 yil muddatda har xil ishlar bo'lgan vaqt o'zida men shu chon o'zida dilinga ba'zi gapni o'zida Alloh taolo vahiy qiladi, dadani yetkazadi. Ba'zi vaqtda bir ishlar bo'ladi, Oysha mal qilma deydi. Ba'zi ishlarniki o'zi bir kishilarning o'ziga hukm berish to'g'ri keladi. Bunda bir nima bo'lgan ish yo'q bo'lgan gap. Shu vaqtning o'zida bu hadis ashta har xil har bir odamniki ahvoli qarab andiki bu hadisniki o'zicha deydigan gap. Buni bir tushunsak, andiki hadislik bo'lgan güzelki yani qarashlik bo'lgan o'xshamasning o'zi bu yerda elchi bo'ladi. Hech qanday vaqt o'zida yedislar zid kelmaydi. Agar sayyin bo'lgan bo'lsa, shunda yedisninki o'zi Qur'oni Karimning hech qanday vaqt zid kelmaydi. Chunki yedis sunnat payg'ambar sallamniki Qur'onniki sharhi izohati. Undan keyin u izohati sharhlab bergan ishning o'zi Qur'onniki mazmuni zid bo'lsa bo'landa bo'lmaydi yani. Ondan keyin bu sebebi nuzul. Endi mushu yedisiniki deyishima shuna bir sebepler deyildi. Yani alimlerimiz, yani kitaplarning o'zida. Mesela Ummu Qays deydigan bir ayol bo'lib ekan Makkada. Shu Makkadan Madinaga hijrat qilish farz bo'lgan vaqtning o'zida payg'ambar sallam hijrat bo'lgandan keyin bu bir odam qopib bu Ummu Qaysni men olaman deydi ekan. Olaman deb kani kirib yani har xil rivoyat bor. Mushundaq qani bu ayol oxiri verib sen Madinaga hijrat qilib kelsan sen tegiman deydi ekan. Tegiman degandan keyin ama ma'qul deb bu odam shu xotini oladigan bo'lib Makkada unmagandan keyin shuna bu ayolni oladigan bo'lib Madinaga keladi ekan. Madinaga kelgandan keyin shuna ma'qul deb degan gapga asosan bu odam o ayolni oladi ekan, ham ayol uni tegadi ekan. Tekkandan keyin shuna bu odamniki o'zini men şu vaqa yuz bergan vaqt o'zida payg'ambar alayhisolatu vasallam mush edisni degan deydi. Men mush edisi degan, mesela payg'ambar bu gapni o'zi bekor deb qolmaydi. Mesela har bir edisniki o'zida jazma bir sababi bor. Men mush sababniki mush edisni deyishga sababchi mushu deydi. Chunki har bir amaldan niyat bog'liq insonlar deb tushundigan hamdi. Hijrat qilsangiz, hijrat bo'ladi, Alloh uchun, bo'lmasa boshqa narsa bo'ladi degan mazmunda shu. Shunlar anladiki bu odamning o'zini Kin sahabeler oturusda muhacir Ummu Qays deb atılıp ekan. Ummu Qays'in deb hicret qaada deb şuna laqab bilan işte bir atalgan vaqt ekan. Mana shu vaqtning o'zida payg'ambar alayhisolatu vasallam mushu gapni shu degan rivoyat shu bor. Mesela İmam Abu Davud qatorliq olimlarniki kitoblarida, muhaddis olimlarniki mushu rivoyat shu bor ekan. Minbarning usti deyish shu. Minberning üstü deyishning o'zi alohida bir vaqa bo'lganligi deydigan gap. Chunki inson uchun har qanday bir mu'min musulmon uchun niyat bak muhim. Shunga payg'ambar deydi. Payg'ambar shunda muqaddimasini deb og'irni nima deydi? Payg'ambar dediki Umar Xattob oldida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan deydi. Minbar. U payg'ambar minbarning ustida deydi.
Çünkü hemmisi aynen kelgen gap. Hem de aynen kelgen gap. Deydi Peygamber sallam innemel a'malu bin niyat deydi. Cezmen emeller niyetlerge bağlıqdır. Ve cezmen her bir kişi üçün badır niyet qılan nərsi buludu. Yani her bir adamın niyet qılan, yani konu tükken nərsi bir işini qavaq yüzde. Cezmen konu var. Onun dige işini çok kılıdı. Onda o anı gideyip bakmışsam, bu işki nemine bir usulunu bəket ama bəketken diken, onda o anı ki bir adam ki bolsa o adamın hicret kılışı, dünya bolsa ki yetidi bu adam o dünyaya. Yani hicret kılışı arka ben uyak basan, ben dünyaya yetidikenme, pul jıkken, aya turmuşumuz yaxşıyken, ubda yaşaydikenmiz diyen bolsa, ya ki bir ayalgı ki alıdı bu adam o ayalını. Ben ayal alıp ben aşağı bağımsam akutun tegmeydik, ayal tegmeydiken deyip işte ağam bolsa, o çarnık üzüden, ben bu adamın hicret qan nərsi çok buludu. Deyip, beni Peygamber sabço, muştakço diyen. Deydi. Yani demek, ben ayetindeki sebep şekilde muvafıkço kelidemdi. Muvafıkço kelidem. Hem de Muşu ayetindeki yüzü karşısak innemel a'malu. Bu adam diye bir rivayette Muşu İmam Bukhari'ninki maravayetinde innema var. Bazı rivayette innema yok. El a'malu bin niyat deb cem'i veya ki bin niyet deb maçta rivayetler bakın. Yani demek Peygamber sallallahu muş mezmunda diyen hadisindeki yani nemislimen o toğra. Yani muşta kanım lafzi yetip gelgini bizge her xil bolsunmu. Lekin muş mezmunda değil diken. Yani bu yerde innema. Bu yerde emimiz bölümümüz vurup müşebbehatu bil pil deydiğen bir pil nime? Vurup müşebbehatu bil pil deydiğen bir nime var? Varipla var. Bu altta. Onunki içindeki nime inne, enne, keenne, lakin leyt lealle. Anda oldaki bunundaki nime inne yüzün ismisi nime kıldı? Ziber haberini peş kıldı hep okuduk. Bu cümlegi kirdu dedik. Yani bu yerde inne bilen uçan yüzde şu isimnin üzge. Mene ma kappa deydiğen bir kap yani tosadigan bir mava deymiz. Benim muşu nersinki üzü o isimga bir ismi kirip kalsa uçan üzde bu inniniki yüzniki kılılgan işi tusvadı don. Yani inni bilen o isim haberin oturuska pasıl kirip algandiken o aynı tesir göstermeydi. Labzi de yani emel kıldı. Ama manide onunki esli manisi kanmaydı. Kanmayı yeni bir mani olgandık özgürlük geldi. Bunu mail kappa deymiz. Yani bununki nehi nemismi şu ama balagat cihette bu nemu ilim balagat. İlim balagatte hasir deydiğen nemu var. Mene bir penva, bir tarmak. Bu hasir degen yani bir narsa yeni bir narsaga fakat şunu jo'g'lash, uning narsa uchun o'tmaslik deydigan bir mazmunni bildiradigan men mushundaqcha bir mazmun bor. Bu asrniki nemisi ilm ma'nini deyish, yani bir qancha shakl bo'ladi. Shuning ichida innama va illa va taqdim ta'khir va mana nimani xabarniki o'zini mushu yerga ilqam akil barfi akilish va men mushundaq kelgan bo'lsa, o'chan o'zida hasr bo'lgan. Masalan, ma zaydun illa qaimun. Zayd biz Uyg'ur tilida deymiz, Zayd faqatla o'rtog'ichidir degan gap. Nima degan gap bo'ldi bunda? Uchga tushunsak, Zayda zat Zaydni o'rtibli deb bilamiz. Ammo buni rasmiy tushungan vaqt o'zida mana mushu o'rtirishdan iborat bo'lgan narsaning o'zini faqat Zayd kelimi qildik, hasr qildik ekan. Ma zaydun illa qaimun deb qoimni faqat Zaydga to'xtatib qo'ydik. Zayd to'xtatgandan keyin buni to'xtatgan, hasr qilib to'xtatgan uni boshqaga o'tmaydi. Ya'ni uni boshqa mesela bu izafi deyimiz, nispi deyimiz, bu umum, mutlak deydiğen bu. Yani o adam, başka adam yani anlap kalan adamın karta deyildiği gap düşünüp kalan. Bu adam bunu örtüğen, yani oltuğen ya yetiğen, uxlavatkan dep kaldı ya. Bu adam nereye doğrusu dep, yok Zeyd'e fakat da örtüğen adam bu dep ayağı çok kartılığın gap. Bu ondan o adamken bununki nemisi de asıl birisi mucab, yeni bir terbiye selbi, nefi olsa andaki bu asıl resmi doğru bir şekilde çıkıyor. Şunu Katar'da innama mı şunda? İnnama Zeydun kaimu diyen gap, ma Zeydun illa kaimunun ki mesela çok bir oğlandı bu. İlim mağanın ki pengo zaten beni okuduk yani bunu yine kaydı değişimiz. Çünkü mağanı doğru düşünüşümüzge vasıl oldu, belki unutup kalan buluşumuz mümkün. Şimdi ondan o andiken İnnamanınki yüzü bir el-amal. Hem de el-amalı kelsek bu el-amal cem'i olup onunki mufredi nime emelun.
Əməl degan gap bo'ldi. Əməl degan gapniki o'zi ishlash. Ya'ni u odamni qilgan, qildi deb kelsa fe'l bo'ladi. O'shan o'zida bu sal xasaroq. Chunki Alloh nima uchun payg'ambar alayhisalom innamal afalu binniyat demaydi. Innamal amalu binniyat deydi. Chunki amal degan am. Fe'l degan bir odamniki o'zi mana o'z ixtiyori qilib yoki ixtiyorsiz ishniki o'zi andiki fe'l bo'ladi. Ya'ni ixtiyorda qilgan. Ma amalchi uni bo'ladi zodi ixtiyorsiz bo'lgan hamma narsa shu odam chiqqan yaqqan narsa hammasi amal bo'ldi. Bu e'tibor bilan bu nima deb ataldi shu bu yerda amal deb ataldi. Buning uchun shunga qalbiy amal qalbiy fe'l demaydi. Qalbiy amal hammani deydi. Undan oldinki bu narsaniki o'zini amal deb keltirish shu. Yani bu yerda innamal amalu da iliplanni jam'i keltirishi chunki amallarniki asli amal deb keltirsa bu cins e'tibori bilan chunki jinsning ichi jiq parda bor. Ammo bu yerda amal deb jam'i keltirishning o'zi chunki bu qiladigan insonlarniki amallarining turini aytijik. Turi jiq bo'lgandan keyin amallarga har turli amallar degan gap bo'ladi. Degan gap bo'ldi. Endi bu yerdagi iliplarniki mubtada zot nahvi qoidasiga asosan bu yerdagi iliplar istig'roq. Yani her qandaq bir amal bo'ladi. İstiğraq degani nima? İstiğraq degan shu amalniki, afrodniki hammani o'z ichiga olgan narsani o'zini deymiz uni istig'roq. Ya'ni bütün amallarniki birmi qoldimay hammani g'arq qilib o'z ichiga olib, mushunda qilib ketgan narsa deganni uchun bildirdi. Unda o'niki bu yerdagi ma'no nima? Innamal a'malu binniyat. Faqat amallar niyatga bog'liq. Niyatga bog'liq degan gap nima? Niyatdan boshqa şey o'tmaydi degan gap. Niyatsiz bir iş bo'lmaydi degan gap bo'ladi. Niyatsiz bir ishni Alloh qabul qilmaydi. Ham durust bo'lmaydi diniy tarafdan. Niyatsiz bir ishniki o'zi ham durust bo'lmaydi, Alloh savob bermaydi, qurbat bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi degan shu gap bo'ladi. Buni o'tib niyatsiz bir ish qilib qolsa bo'ladi, unda ish shu yo'q. Ya'ni mushtaqlim qilamiz, tushunamiz bu. Hadisinki o'zi muhim bir hadis. Mana olimlarniki musulmon imom Shofiy rahmatullohi alayhi va uning boshqa bir qancha olimlarning bahslari bu innamal amalu binniyat degan islom dinimizningki 3 ilminiki birisi mushnoga mujassamlashgan deydi. Ba'zilar 4dan biri deydi. Mana bu chunki qolgan amallarning hammasi zot niyatga bog'liq. Biz bütün amallarımızın hammasi niyat bilan bo'ladi. Niyatsiz hech qanday bir narsa mavjud emas. Mana urf odatga narsa bilan ma ibodatga aylanish bu nimaga bog'liq? Niyatga bog'liq. Shuningdek niyatdak nima o muhim. Asasen nima o niyat muhim. Shuning uchun olimlarimiz shu hadisniki mesela 4 tane şu 3 tane hadis var ya 4 tane hadis var. Şununki biriminin muşu deydi. Qolgan hadislar uchun mushning tarmoqlari deydi endi. Muhaddis olimlar İmam Şafii, İmam Ahmed, muhammed İmam Şafii deydi shundaq deb. Men mushlar xolos chiqirdi endi bundan. Qolgan amalni hamma qilsak mushu qandaqki alhamdu Qur'onning asos markazi bo'lgandek. Men bu qolgan payg'ambar 600 ming yo 1 ming hadisini desak, men mushu 4 tane hadis ya 3 tane ya 5 tane hadis mujassamlashgan. Dep bundan nima ko'rdi qaraydi. Ona bu hadisniki men dinimizga o'rni favquloddiy nima yuqori. Ana o'likin amallar bu yerda amal dedik, yani insonlarniki amalları. Ya da o ilklan muzafın ilayni qilsak nayt ubda bo'ladi. Kishilarniki amalları. Kishilarniki mushu o'z chiqirayotgan, mayli qalash, mayli anglash, mayli gap qilish, mayli mengshtirish, tijorat hamma amal. Ko'ngil kuychirish. Men mushlarniki hammasi nima vujud chiqdimdi. Qandiki bu amallar shu odamniki niyatiga bog'liq. Ya'ni niyatiga qarab biz diniy masala bo'lgandan keyin niyatiga qarab Alloh nima qildi? Savobchi berdi. Shu niyatiga qarab bu ishniki o'zining bo'ladi, durustchi bo'ladi deymiz. Endi bu yerda binniyat dedik. Binniyatniki o'zi bu yerda amal binniyat jumla dedik. Chunki jumla kirdi degandan keyin o cümle kirgendeki bu cümle oldu hem de. Binniyatniki o'zi nima uchun endi amalni turjekkan deb o'sha jami keltiribdi. Nima uchun niyatniki o'zini buni jami keltirsam niyatton bu nava yanmidin qilgan bir nima bu ism. Nava yani navan yani niyat qilmoq niyatdan deydi. Niyat degan odamniki ko'nglida kuychiradigan narsa. Bu niyat deymiz. Ko'ngil shunday kesilib bo'ladi endi bu niyatchi bo'lgan bo'ladi. Buniki nemisi nima o? Adamning qalbi bo'lgan bo'ladi.
qalbi bo'ladi. Alloh buni bir adam niyati mushtaq bo'lgan bo'lsa, o'changizda nima uchun bu jami keltirdi desa, chunki amallarning turi shunday yo'q bo'lgandan keyin uning qarta insonlarningki niyati shunday chiqcho, har xilcha bo'ladi. Ba'zi obro' yo'li inovat bo'lib pul topaman deydi, dunyolik deydi, oxiratlik deydi, Alloh rizoligi uchun deydi, mesela xotin olaman deydi, mushu deb mushu uchun niyat qilgan gap bu e'tibor shu yerda nima keltirdi deymiz, u yerda jami keltirdi deb shu deymiz. Endi bir niyat degan uni uqdiq. Ana avvalik buning ichidagi bachon, ba huruf jar. Baniki o'zi huruf jar bo'lgandan keyin huruf jarniki o'zi mana arabning kalimasi 3 xil. Birisi ism fil harf. Endi ism bilan filni zot bildik, o'zi mustaqil bir ma'noni bildira oladi. Endi e'tibordan o'xshamasimi? Ammo piniki harfniki o'zi mustaqil bir ma'noni bildira olmaydi. Jazman bir narsaga tayilib turib, andiki shuniki ichida shu ma'ni bo'lsa, andiki hamma ma'noni uqtirdim deydi endi. Harfning nimasi bu. Undan keyin bu harf ikki bir yer tayangandan jazman harfniki baniki ana bir qancha ma'ni bor. Aşağıda shu avomilda o'qidik-ku endi 7-8 xil ma'noni bildirdi. İstianet deymiz, isaq deymiz, ta'diyat deymiz deganida mushundan shu ma'noni bildirdi. Ondan ki bu yerdagi baniki shunday chiqmasi o'g'anlik bu yer ma'noni bildirishi jazman buniki mutaalliq mahsub bo'ladi. Mutaalliq nima mahsub? Innamal a'malu. Bu yer mutaalliqni hamda mahsub bo'lib, buni taqdir qilishda her mezhepteki, her tabakadaki insanlar o'ziga loyiq bir narsani çoğu bu yerda nima qilgan gap, bu yerda ko'ngli ko'chirib, mushu narsa bor deb taqdir qilgan gap. Mana da innamal a'malu sahihatun nima bin niyat. Faqat amallar niyatlar bilan, niyatniki sababi bilan nima bo'ladi? Niyatniki vasf bilan uçut sey bo'ladi, to'g'ri bo'ladi, ya'ni mo'tabar bo'ladi. Yoki mo'tabaratun degan gap. Yoki bo'lmaydi. Jazman har qanday bir amal niyatniki sababi bilan mukofot beriladi. Mana mukofot beriladi. Ya'ni ma durust emas, mani savob mandaq degan chu gap bo'ladi. Mukofot berildi desa, o'sha dunyodagi ish. Unda avvaliki buni taqdir qilamiz deydi. Taqdir qilamiz deb, anadiki bu e'tibor bilan andi bu ya'ni shu ishtaqchu deydi. Shu Hanifi mazhabda, ama shu İmam Şafii qatorliq olimlarniki mazhabidan har qanday bir amalniki jazman uniki niyat bo'lish nima u farz. Bo'lmasa shu bo'lmaydi. Biznikida mana bu qurbat shaklidagi amal bo'lgan bo'lsa, bunida nima bo'lgan bo'ladi? Niyat o muhim bo'lgan bo'ladi. Unda o'g'andikin meni qurbat deb hisoblangan vaqtdagi o'zida meni namozda, zakatda, hajda, ro'zada, shunida butun ishlarniki hammasiki mavjud bo'lishda niyatga bog'liq. Niyat bog'liq. İmam Şafii men uni o'zi qay bo'lsa hammasi nima deydi? Buningda niyat vacib deydi. Shuni tarat edishdimi? Niyat vacib. Bizda niyat nima deymiz? Tarat og'avati niyatniki sunnati deymiz. Farz demaymiz. Chunki nima uchun? Chunki bu soniki asl tabiatida nima qilish va bir narsa pokizlash va tahorat degan pokizlash. Unda o'g'aniki bu odam niyat qilmaydi va qo'lidagi binasi mudaq binasi gandi bilan yuqishib qolsa, men pokiz qilmayman deb shunda suvlar jusa o avtomatikali pokizib qoladi. Bunun niyati ketmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda sunni ma'an tahuran. Yani bir suni tushuydim ki o sununki o'zi asl tabiati ikki bir narsa pokiz qila oladigan bir suni tushuydim dedi. Ana bu e'tibordan sununki o'zi pokiz qilish va tahoratning o'zi pokiz o'zi zohir tarafdan. Ana niyatchi u yerda muhimchi emas. Bu sunnat deymiz deb men mushundaq qarashligi sababi men mushchu bo'ladi endi. Endi yine bir ma'niniki o'zidan jazman amallar niyat bilandir. Yani amel niyatniki vasf bilan vujud chiqadi degan gap. Unda avvaldan har qanday bir ish bo'lishi uniki niyat bo'ladi ham. Bunda bo'ladi. Unda avvaldan bu yerda bu zohirni bu yer iroda qilmaymiz deydi. Ya'ni amallarniki hukmlari niyatga bog'liq. Ya'ni hukm degan nima? Durust emas, savob bo'lish emas. Bir amal qilsa, mesela bunday qilib qo'ygan amalning o'zi bu niyat bo'lmaydi, u niyatning sababidan u ko'ngliga nima chiqolmaydi uni. Bu yerda deyotganim mahkum, ya'ni hukm. Shu nima u? Mushuni iroda qilamiz deb shu deymiz endi. Ya'ni har qanday bir amal bo'lgan, bu odamning qolishi, mana ko'zniki kirpigini mushundan midirtishi, o'z-o'ziga shariatga qarshi, mengish harakat zot hamma narsaniki o'zi amal bo'ladi. Bu jazman oldin Allah bu odamning o'zi niyatini ko'chirib niyat başta oldu. Akla amel ikinci derece çok buludu.
Bu nima va hammadan bu nima muvaffaq. Ammo har qanday inson buni ma'qul deydi. Zaten har qanday inson buni ma'qul deydi. Lekin kommunist buni uchun artist buni unmaydi. Nima deydi o? Moddiy berilamchi, ang ikkilamchi degan bu narsa o'ttirib qo'ydi. Mana moddiy degan maddedan andaki bu adamning niyati, ruhi, mandaq narsa vücut. Madda birinchi yeti shu madda qadim degani shu. Shirk, kafir shu. Madda degan qadim deydi. Tabiat dunyosi qadim, uni hech qanday bir adam vücutga chiqqani yo'q. Uni o'zligidan necha million yilda, trillion yilda boshladaydi xahni nim qilib. Men mushundaq quvvati o'zligida mushundaq quvvati bu shuningda andaki insonlar unidagi nima qildi? 1 million, bir qancha million trillion yil mushundaq Muştaq bilan muştaq oldu, suv paydo oldu, muştaq qildi, muştaq nimalar dulqin bilan muştaq chalqinib yurib, oqib bu yerdan dengizda nima chiqdi, beliq chiqdi, beliqdan nima qilib bir majbur o'tgandan keyin yo'q maymun bo'ldi, maymun bir yil o'tdi. Unidagi muştaq qilib, unidagi bu odamga jamiyat keldi, andiki hala va durust emas, fikr vujud keldi deb ruhiy tarafni ikkinchi urg'u qo'yishdagi sababchi shu muştaq deydi bu. Nima u? Dal tabiat ya qanunniki haqiqatan dal ziddi hamdi u. Ziddi bu nima xato. Joma ayetga asosan har qanday amal, har qanday narsa bo'lgan zodi bir ish bo'lgan, bir ya vujud chiqadigan jazman u ishni qilishda bir odam oldida nima qildi unuga o'ylaydi. Endi shuningdek har qanday bir amalniki niyatiga bog'liq degan, har qanday bir ishniki masalan bir ishning savob bo'lish, savob bo'lmas, urf odat ish bo'lish Ninki üzün. Men örpadet kuvatka iş. Mesela bir adam yaptı, içipti, ya okuptu, ya ticaret kıptı, ya kim ya öğlenipti, ya ertigipti. Men muşu niyette men hiç kalan niyet kılmazsın lan. Ama işte bizden nimiz şuken dise uçan üzde şu oludu. Örpadet iş çünkü kamis olmaydıgan. Ama bu adam niyeti depti ki Allah Teala Allah'ın Resulü İslam dinini Musa buyurup diken ben muşnu kılmen, muşu şu kuvvetimen dise bu örf adet işniki üzü ibadet kısmı için ayrılığına bulup bu adamniki mene kıvatka işleri mesela hemmisi niyet göçüp Allah'ın Resulü İslam dinimiz müştak etken dese bu adam terat işlemdi o adam ticaret kılamdı uhlamdı manamdı uhlaştımam ben şu beden yerip gitti şu uhlaş arkak ve bedenini resmi rahatlandırıp andaki Kur'an okuma ibadet kılım tehim ruhluk canlılık oğan aleti dese bu nima o savab qaydılığın gap. Bu edisi var zaten onunki hemen demişsek mi? Yani örf adetki normal bir iş bilen savaplık adetki aynılığa işteki üzün nime bilen de buludu, niyet bilen buludu. Yani niyet karıp Allah savapçı berdi. Bu tarafını savap onun boğun buludu. Yeni bir taraftan andikin şu işimizdeki dürüst olmasındaki üzü bu nimeye bağlılık, niyetki bağlılık. Yani bir adamniki işi niyetsiz bolsa, mesela Nemeden namazın niyet perdidik. Namazın üzü bir normal bir hareket hem de örf adetten. Mesela bir adam örtürdü, kolundan kılıdı, inişidi, manıdı bu örf adet. Bunu bir yere getirip anladı ki bu ibadet aynışı şu an namazın içindeki mühim perdinin birisi niyet. Bununla ne kılgan gap an arıydıgan gap. Allah kalbi qarıgan diken bununla anladıkın ibadet kısmı ayrılıp uçağınızda savap onun diken şu buluduğun gap. Yani bunu ne kıldı değil. Hem de ve innema likumri'in manava. Cezmen her bir adam için vardır. Kişi için vardır. Mer er olsun, mer ayal olsun. Her kanda bir adamniki yüzü tuşluk niyet kanesi oldu. Bu deme o anladım. Umumumuzda bir devattı. Anladıkken bu yerden tefsiri düşendirip her kanda er olsun, ayal olsun o adamniki yüzlük kılılğanğa bir nemisi var, niyeti var. Cezmen niyet oldu. Niyet bulup anladıkken işlem çıkıdı, vücutu çıkıdı. Yani biz bundak düşünümüz. Nima o? Birinchi moddicho ya qilgan amallarga ikkinchi o'rinchi bo'ladi deymiz. Bunga falsafiy tarafdan nima o? Ma'lumotimiz bo'yicha bunga nima o? To'g'ri. Chunki har qanday odam har qanday ishni bir aql o'sh joyda bo'lgan odam o'zi bir ishni bekor qilmaydi. Agar unda nima sarang deymiz, o'g'amda bu sarang kelma bekor qildim deydi deb. Buni arishning o'zi shunga har qanday ishdan jazman o ishniki oldin o'ylab men mamanda oldu, can payda oldu, mamanda oldu dep anladı ki o işini oynatıp kalan gap. Bu adam öyden talaq çıqqan vaqtida hech qanday oynasa o'ynamay güp berib ishni qilmaydi yani. Unda bo'lib qolsa, o nimetime uqmak bilan chep tuyuqsiz bo'ldi deb, anga shu ikki tarafga qarab, anga qilib qolib qolgan gap. Bu mana shu niyatniki jazman nim bo'lishi bo'ladi, to'g'ri bo'lishi bo'ladi. Shuningdek, hozir biz shu ilmni o'qishniki o'zida mana har bir odamniki mushahada nemasi bor,
niyeti var. Nima uchun o'qidi? Nima uchun? Mana buni agar meni bu shunda o'qisin deb qolsin, shu o'qish orqali men bir xalqniki o'ttirisida bir obro'y men bir obro'yli odam bo'lar, innovativ bo'lar, yoki huquq ega bo'lar, yoki meniki pul topaymish qilish orqali bu tijorat obdan pul topqil bo'ladi ekan degan qilsa, men zoirda biz obdan deymiz, lekin Alloh taolo buning uchun uni savob bermaydi. Uni nima bo'ldi taxi jazo berdigan gap. Şu an niyet nima o? Bak muhim. Şu bu yerisinki yoki bütün umumiy yerisinki yani 3'ten 1 oludu yoki 4'ten 1 oludu deyishdiki üzücü men mushundan nimasi iborat bo'lgan bo'ladi endi. Endi niyet enki ustida to'xtaldik. İnnamal likubrin manavan deydi. Şu an her bir adamniki birden cezmen nimi var, niyeti var dedik. Endi niyet olgandikin bir şu amellerniki vücut kelish uchun, uniki maqbul savab berilish uchun ham durust bo'lish uchun cezmen niyet nima o shart. Bu niyetniki o'zi bo'lmaydi. İxlos bo'lmasa uni Alloh nim qilmaydi, qabul qilmaydi, durustchu emas. Endi ba'zi ulamolar ma'lum innamal likumri manavaniki o'zida innamal amal bil niyatniki o'ziniki ta'kidi deydi. Ta'kid. Chunki mazmun jihat o'xshash bo'lganligi deb. Lekin ko'p sonli olimlar ya ta'kid emas, ta'sis. Ama umumiysi burada o'qigan bo'lsa, ma tafsili ahvolda men har bir kishiniki men qilmoqchi bir niyat bo'ladi deb men yalaqi imro'onni deyish orqali bu yerda buni nima qilgan payg'ambarsan buning uchun o'qigan deb men mudah nima qildi unga qaraydim deb. Endi bu yerda biz innamal amal bin niyatning o'zida bir hasr tutdik. Unda o'g'ankin amal niyatga asr. Yani her qandaq amal niyat bilan bo'ladi degan gap. Niyatniki g'ayri bo'lgan niyatsiz chup bo'lmaydi. Niyati g'ayri bir ish yo'q-ku. Uni g'ayriti chup bo'lmaydi asli bizning islom dinimizda. Unda o'g'ankin her qandaq ishni qilishda burus niyatingizni to'g'rilang. Niyatingiz to'g'ri bo'lsin. Xolis Alloh uchun bo'lsin. Degan bo'ladi. Hasr degan shu mazayda illa qoimida bo'ladi. Ya'ni mal a'malu illa bin niyati. Emas amallar faqat niyat bilan. Niyatlar bilan vücutga chiqadi, durust bo'ladi, Alloh savob berdi degan nima bo'lgan bo'ladi? Gapchi bo'lgan bo'ladi. Endi Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha deydi. Yani bir adamiki bo'lsa, shu adamniki hijrati dunyoga bo'lgan bo'lsa. Yani dünya deganim bu yerda dünya pul, mal, dünya bo'lgan bo'lsa, meni patakib, yani bu yerda netija chiqaryapti. Anda o'g'andikin bir adamniki hijrati. Hijrat degan nima? Hijratniki asl lug'at ma'nosi yo'tkilish. Ya'ni o'zniki tug'ilgan yurtiniki o'zidan ikkinchi bir yerga nima qilish, yo'tkilishniki o'zini, u tug'ilgan joyni o'zini tark etib, yo'tkalganligi o'zi nima deydi? Oyadi mayaga uni hijrat deydi. Ya'ni hijrat deb ataladi. Endi hijrat islom dinimizda ikki xil bo'lgan. Birisi mana kufr ziminniki o'zidan xotirjam turadigan vaqtning o'zida mana amin bo'lgan bir xotirjam bo'lgan bir yerga yo'tkilish. Hijrat qilish. Mana bu nim bo'lgan, mana muhojirlarniki mana o'zi mana Makka, Madinaga kelishdan burun Habistonga ikki qator nim bo'lgan hijrat qilgan. Bunu hicretçi deb ataldı çünkü Habeşistandaki o padişahın özü xatinime emin u yerda hech qanday bir adam zulm qilmaydigan bir yerkanda Peygamber ikki turkumlik insonni ikki qatam aşağı yuqori evatgan. Yeni bir hijrat va hijrat qavm Makkadan Madinaga, ya'ni kufr yurtidan islomiy yurtga nima qilish, uni hijrat qilish. İslami yurtga hijrat qilish. İslami yurtga hijrat qilish qolgan islom yurt qavm Medine. Medine resmi İslami devletga aylanib, meni musulmonlarning o'zi, meni e'tiqodiy, amaliy va hamma narsa dinga asosan qildi. Bu nima islom dinimizga asosan, meni qonun farmonlar hammasi shundaqdi. Unda o'g'andiki shu vaqtning o'zida bular u yerga nima qilgan, uni hijrat qilgan. Asli meni hijratning ma'nosi shu. Yeni bir sani biz ishlatayotgan hijratning ma'nosi nima? Tark etish bo'lgandikin Allah Taala to'sqan narsaniki o'zi tark etishning o'zi nima? Hijrat. Ya'ni tark etish. Bunu da Peygamber şuna degan. Hicret degan muhacir degan kim bo'lsa, Allah Taala to'sqan narsaniki o'zini men tark etgan adam muhacir bo'ladi. Deb mana diniy ma'nodan bo'lgan yin bir hijratning ma'nosini qilib bergan unga umumiy
Meni o adam mayada yötkazmisin. Yani o adam ben Müslüman buluş itibarıyla ben haram nersini, hata nersini üzerime kılmayayım deb o terk etseler, bunu biz nim deymiz, İslam dinimizde bunu muhacir deymiz. Deb, men muşta nima qildi bunuğa açtaqçu, deb açtaqçu Peygamber açtaqçu degan. Onda oğandan keyin men hicratninki ma'nosi chu, men mushandi. Yani terk etish. Yani bir adamiki bo'lsa, o adamning hicrati. Yani o'zidagi asl tug'ilgan joy bu endi ikkinchi hicratning gibi bu. O'zidagi asl hicrat bo'lgan Makkadagi uy vaqtlarini hamni tashib etib, mana dunyoga olgan bo'lsa. Yani dünya tapıman veya tapqılımız bək japalıq joykan deb, pul mal ayada ubdan turmuş varken yaşaydikan men deb, men mushundaq bo'lgan bo'lsa deydi. Yani bu yerda ma rivoyatning o'zi bir xil, har xil rivoyat bor. Mushtaq bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida hicrat dedik. Hicratniki asli meni lug'at ma'nosini hem uniki istilah ma'nosiki hem uni nim qildik, uni dedik. Endi dunyoga bo'lsan dedik. Dünya degan hamda oldingi bosh kitobda dedik. Dunyo degan pul avazi ism tabzil, bu ism tabzil muannaslimasi eng yaqin bo'ladi deb buni o'qish ham dunyo ham dunyo deb mundaq bir o'qiladigan bir nima bor, ish bor. Mana bu dunyo degan nima? Dunyo degan hammamiz bilamiz yana mushu dunyoda biz yashayotgan, mushu dengiz, mushu yana har xil ziroat, tog' va uy binasi kerakning o'zi hozir mana nima u dunyo. Yani yer şarındaki nimiz karta, bu nima bo'lgan bo'ladi, dunyo bo'ladi. Ki yetidi bu adam o dunyoga, yusibuha. Asaba yusibu nima qilish, yetish. Yani asaba yetkizish degan gap bo'ladi. Yani o adam shu dunyoga hosil bo'laman, ya dunyoga shu erishman deb men ashida nima qilsam, meni g'ariz yetgan narsaning o'zi shu. Men ashliga qon bo'lsam yoki bir ayolga. Bu adam uçuk ayolniki gapini uçuk deydi. Meni ayolga qipti bu yerda aslida dunyo bo'lgan bo'lsa degandiki dunyoning ichi shu chiqdi. Ayolmi bu dunyolik manfaat xotin olaman degandan bu yerda bu ayolning alohidalishi bu yerda nima e'tibor. Yani bo'lib yiliq voqea. Yani o yiliq Ummu Qaysniki yiliq tapkaga ayol ishining masalasi bo'lgandan keyin buni uçuk nima qilgan gap uniki o'zing uchun degan gap. Bu uçanızda bu texim ehemmiyet bir işlerini xaslaştırıp texim ismini atab. Yani dünyada hep kalsa onda benim emes o şey deydiği neyip kalgan gap, düşünüp kalgan gap. Benim bu itibarıyla bir ayalını alamen dep kan bolsa uçan özüde bu adamniki pe hicratuhu ila ma hacera iley. Ana o ki bu adamniki aşo japat atıp üzük tolgan caydın aşo yötkülüp in bir yer berişniki özü aş nersinde dep. Mene şu hicret kalgan şu nersi olur. Fakat pulga yoki ayolga uchun bo'lgan bo'ladi. Ammo bu hijrat nima bo'lmaydi? Allohga bo'lmaydi. Diniy tarafdan mo'tabar emas. Bu savobchi bermaydi. Alloh savob bermaydi. Buni mukofotchi bermaydi. Muhojir va hijratniki mana savobini va imtiyozini, fazilatini u odamga nima qilmaydi? Alloh taolo meni uchun bermaydi. Deb men mushtaq nima qildi? Uni dedim. Ammo her qanday vaqt o'zida jazma buni asosan amalniki o'zi jazma xolischi bo'lish kerak. Buni nima bo'lish kerak? Unga meni xolischi bo'lish kerak. Bu xolis olmay dunyoviy har qanday bir narsa bo'lib qolgan ekan. Ya obro'y, inovat, bo'lib hozir davrimizda obro'y, inovat pek muhim qo'yamdi. Men andaq kendisi, bundaq kendisi deb qildigan ishniki o'zi pek jiq. Anda o'g'andikin bunu qarta niyetimizni to'g'rishimiz kerak. Shunga asosan, mush edisga asosan har qanday bir odam bir ishni qilmoqchi bo'lsa, jazman shu odamniki o'zi mana osh qilmoqchi bo'lgan ishniki hukmini oldin olib berish kerak. Bu farz. Zalmoshni qilgan diniy tarafdan nima deb hukm qiladi? Chunki har qanday amalniki Allohga maqbul bo'lishi nima bilan bo'ladi ekan? Niyet bilan bo'ladi ekan. Niyet o'g'il bu ishniki o'zini harom ishni men qilib qolsam, niyetim aqancha bo'lsa ham to'g'ri bo'lmaydi. Shu ishniki maqbul bo'lish uchun niyetingiz ham qilmoqchi bo'lgan ishning o'zi Qur'on yozgan uyg'un bo'lishi kerak. Anadiki bu ishning bo'lgan bo'ladi, maqbulchi bo'lgan bo'ladi deb mushtaqchi deydi. Endi insonlarniki ba'zi ishlarniki amallarining o'zi niyatsiz bo'lsa qanday bo'ladi? Niyatsiz bo'lsa o'chaningizdan meni maqbul bo'ladigan, meni mushtaq ishlar meni bormi? Ya'ni qilib bo'lgandan keyin voy buning hukmi bundoq ekan desa, buni qarta nim bo'lamdi? Yani savab beriladi mi berilmez bunun ixtilof var. Bazıları yok. Çünkü bunu biliş gerek.
Bəziləri yoq, o adam qılıb bolsa məndə kim bilgəndiki uçağınızı toğru deb, mındaq deb qılsa uçağınızda bunuğa nim boldu uçağınızdan savabçı berildi. Deb müştanim qılğan gap, deydigan çox gap. Endi niyat bilan əməlin özü bir bo'lishi kerak. Shuning uchun zakat bergan vaqt o'zidan zakat berganning niyat muhim. Zakat bergan vaqt o'zidan zakat berguchi adam shu zakatni madab og'rigan vaqtimizda bu odam niyat o'xshash, qarin deb bana o'xshash bo'lishi kerak. O'xshash bo'lmay, masalan namozim shu, buni zakat bek muhim. Bo'lmay bu odam hamdikin, zakatni pulni burun berib bundaq niyati yo'q. Masalan jiq ish bor hozir, burun oyoq berib, oyoq keyin zakat beraganda yil ishlatib, andan men oshni hisoblasam bo'lamdi degan. Bo'lmaydi. Bu nima? Muqaranat, ya'ni qarin. Ash niyat bilan amalniki o'zi bu yerda nima bo'lish kerak? U yaqinchi bo'lish kerak. Bu nima u? Amalning maqbul bo'lishi shart. Bu nima bo'lgan bo'ldi? Shartchi bo'lgan bo'ldi. Ammo ba'zi amallarning o'zida ashta bo'lib qolsa bu kifoyachi bo'ladi debpa. Masalan, qul ozod qilish, nimada masalan tarat elish bu farz bo'lmagandan keyin mushta bir nimalar bor, amallar shu bor. Mana Alloh taolo hammamizni mush hadis bo'yicha amal qilgan taqvo muttaqi olimlardan qilsin va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.